Assalom, sevimli qarindoshlarım. Men Mihray Rahman, kitob o'qish munbiri Avlodlar tor betidan sizga Sherim Bulaq, ya'ni Muhammad alayhissalomning hayot tarixi haqidagi sirani bevosita o'qib tarqitib o'taman. Hammanglarning Ramazon kuniga muborak bo'lsin. Tungi o'qishlikda biz Muhammad ibn Maslama qo'shuni degan mazmunga kelib to'xtagan edik. Unda o'z davomlashtiraylik. Muhammad ibn Maslama qo'shuni. Muhammad ibn Maslama qo'shuni Ahzab va Bani Qurayza urushlari oyoqlashgandan keyin tashkil qilingan tunji qo'shin bo'lib, 30 otliq chavandozdan tarkib topgan. Qo'shin Najdin ziminining Radiya tabaligidagi Fartaa degan joyga qarab yo'lga chiqdi. Raziya bilan Madinaning orlig'i 7 kunlik musofa edi. Ular Madinadan Hijriyaning 6-yili Muharram jiddiy yo'l yurib, Bani Bakri ibn Klab qabilasining bir oymiqi o'ltirishliq joyga yetib berib, ularga ushtumtut hujum qo'zg'adi. Ular badar tikibatdi. Musulmonlar ularning nurg'un to'yga, qo'y, chorvalarini g'animat elib, Muharramning oxirgi kunlari Madinaga qaytib keldi. Ular yo'l ustida Bani Hanifa qabilasining boshlig'i Sumama ibn Usalni tutib olib, birga haydab keldi. Sumama aslida Musaylima Kazzobning buyrug'i bilan payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni qasdlab o'ldirishni maqsad qilib, g'ayri kiyinib, qiyofatini o'zgartib, Madinaga qarab kelayotganda musulmonlarning qo'liga tushib qolgan edi. Ular Sumamani akilibla masjidning bir to'riga bog'lab atdi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam uning oldiga chiqib, "Senda nima bor, Sumama?" degan edi. Sumama, "Yaxshilik bor, ey Muhammad. O'ldirvatsang, jon egisini o'ldirvatsan. İnam qilsang, tashakkur egasiga inam qilasan. Mol dunyo desang, deganingni beraman", deb javob berdi. Shun bilan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam uni shu betda qo'yib namozga kirib ketdi. Namozdan keyin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam uning yenidan yana o'tib oldingi qitimdagidek savol so'ragan edi. Sumama yana o'xshashla javob berdi. 3-qitimdami shundoq bo'ldi. Shunga payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yuqorqi bir qator so'zlashlardan keyin Sumamani bo'shatib qo'yinglar, dedi. Sahabalar uni yeshib qo'yib, u masjidga yaqin joydagi bir xurmazorlikqa berib, g'usul tahorat oldi. Ondan qaytib kelib, shahodat aytib musulmon bo'ldi va Alloh bilan qasamki, yer yuzida men eng o'sh ko'radigan odamim sen eding. Endi sen eng yaxshi ko'radigan odamimga aylanding. Sen ilib kelgan din yer yuzida men eng o'sh ko'radigan din edi. Endi u men eng yoqtiradigan dinga aylandi. Sening qo'shinlaring meni tutib keldi. Men aslida umrga mangan edim, dedi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam uni tabrikladi va umr qilib kelishga buyurdi. Sumama Makkaga yetib kelibdi. Qurayshlar uningga "Murtad bo'libsan-da, Sumama" deb eslab oldi. Bu chaqda u "Yo'q, murtad bo'lmadim, balki men Muhammad sallallohu alayhi vasallamga agishib musulmon bo'ldim. Qasam qilmanki, u payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ruxsat qilmoqcha sizlarga Yamamadin bug'doyning bir tol dinni mang'uzmayman", deb chakorladi. Yamama tabaligi qadimdan tortib Makkaning ochliq bosi edi. Shunga u yurtiga qaytib borgan amon Yamamadin Makkaga boradigan yo'lni to'sib, Makkaga bir tugimi ochliq o'tkazmadi. Natijada Quraysh xalqi ochliqdan qisilib, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga xat yozdi. Ular xatida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilan bo'lgan urug' tuqqanchilikni deb bo'lsa-mu, Sumamaga xat yozib, Makkaga keladigan ochliqni qo'yib etishni o'tingan edi. Shunga payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Sumamaga xat yozib, Makkaga ochliq yetkazib berishga yo'l qo'yishni aytdi. Bani Lehyan jangi. Bani Lehyan xalqi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning sahobalaridan 10 kishining aldab opirilib, Rajiya degan joyda qasab o'ldirilishiga sabab bo'lgan kishilar edi. Lekin ularning jo'grafiyalik o'rni Hijoz tavalligining Makkaga yaqin chetiga joylashgan bo'lg'achqa, ham musulmonlar bilan Quraysh doiralari o'tirsida, ham qaroqchi badavilar o'tirsida keskin tirkishlar bo'lib turg'achqa, shunaqla payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu cho'ng dushmanga qarshi yaqin joylarga ishkirlab kirib, harakat qo'llanishi harbiy strategiya jihatdan aqlonliq emas bo'lg'achqa, ular shu chaqqicha qisos to'ridan tushib qilib vatatdi. Bu qatim Ahzab qo'shini o'zligidan parchalanib,
düşmanning irodasi zo'r darajada bo'shab, amaliyotga tan berib, jahonning raptoriga beqib ish tutadigandak qilib edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Bani Lihyan xalqidagi Rajiya degan joyga begunoh o'ldirilgan abilarning qisosini oladigan fursat yetib keldi deb qaradi. Şoň o hijriyaning 6-yili Rabiul Avval yoki Jamadi Avvalning birida musulmonlardan 200 kishi bilan urushga atlandi. O'z o'rnida Madinada Abdullah ibn Maktubni qoldirdi. O Madinadan yo'lga chiqqanda payliqchilarning nazarini bo'rash uchun Sham tarafga yurish qilgan bo'lib, shimol tarafga qarab yo'l mangdi. Ondan ma'lum musofani bosgandan keyin janubga burilib, sur'atni teziltib, ushqanda yo'l yurib, Amash bilan Osman oralig'idagi mazkur sahobalar qatl qilingan joy Batni G'aroniga yetib bordi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam u yerda sahobalarga rahmat tiladi va duo qildi. Buningdan xabar topgan Bani Lihyan xalqi tog' qiyolarga va cho'l jirolarga qechib ketdi. Ulardan bir odam qo'lga tushmadi. Bu chaqda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ularning ziminda 2 kun turib, taraf-tarafga chorlag'uchi avargan bo'lsa-mu, natijasi chiqmadi. Şoň Osman degan joyga berib, u yerda Quraysh shoirlarga o'zining shanu shavkati va haybat jasoratini ko'rsatib qo'yish uchun 10 kishilik otliq qo'shinni Qura ul G'amim degan joyga chorlashga vatdi. Ular vazifasini o'rinlab qaytib kelgandan keyin Madinaga qaytdi. Bu qitim Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning Madinadan ayrilgan vaqti 14 kun bo'ldi. Qo'shin avatish va lashkari yurishlarning tezlatilishi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Beni Lihyan urushidan qaytib kelgandan keyin qo'shin va fidoyilarni avatish ishini tezlatdi. Tuvandagi qurlar ashu harakatlarning kichikiltirilgan tasvirlaridir. Birinchisi Ukasha ibn Mihsan qo'shini. Bu hijriyaning 6-yili Rabiul Avval yoki Rabiul Sanida G'umri degan joyda avatilgan. Ukasha radhiyallohu anhu 40 odam bilan Bani Asadning suyi G'umri degan joyga yetib bordi. O chaqda dushman allaburun qochib ketgan edi. Shuning bilan musulmonlar dushmanning 200 to'gisini g'animat elib Madinaga qaytib keldi. Hamiyada yana bir qancha shundoq nimalar qo'shinlar borga. Ikkinchisi Muhammad ibn Maslama qo'shini, uchinchisi Abu Ubayda ibn Jarrah qo'shini, to'rtinchisi Zayd ibn Haris qo'shini, beshinchisi yana Zayd ibn Haris qo'shini. Bu qo'shin xillamchon qo'shin ekan. Yettinchisi Habdi qo'shini. Zayd ibn Haris qo'shinini o'qib baqsaq, hijriyaning 6-yili Jamadiyal oxirida tarafmu yoki taraqmu degan joyga avatildi. Zayd ibn Haris radhiyallohu anhu 15 odam bilan otlanib Bani Sualaba diyoriga yetib borganda u yerdagi badaviylar badar tikivatdi. Ular payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'zi qo'shin tortib kelgan bo'lishi mumkin deb qo'rqib ketishgan edi. Natijada Zayd ibn Haris radhiyallohu anhu ularning 20 to'gisini g'animat elib 4 kundan keyin qaytib keldi. Qiziqadigan o'qirmanlar bo'lsa, shu qo'shinlarni ko'rib olsanglar bo'ladi. Bunda bir 7 qo'shinni tilga olibdi. Hamda biz Bani Mustaqillik jingiga keldik. Bani Mustaqillik jingi. Hijriyaning 6-yili Shayban. Bu urush gerçi dairesi keng, mushaqqati ig'ir, lashkari o'rlashtirilishi murakkab, cho'ng urush bo'lmasmi, lekin musulmonlar jamiyatida davolg'ush va muqimsizlik paydo qilgan munofiqlarning sharmanchilarcha rasvoligini oshkorlab, musulmonlar jamiyatiga oliyjanoblik, esillik va iffat nomusliq fazilatlarni ato qilgan islom shariati ta'izir, ya'ni izohatda jinoiy ishlar chorasi nang yo'lga qo'yilishiga sabab bo'lgan vaqaligi jiddiy, jarayoni murakkab va ahamiyati zo'r bir urushdir. Biz avval urushni
qo'zg'ashning sababi, uning tafsiliy jarayonini so'zlab o'tgandan keyin jangda yuz bergan voqealiklarga nazar solaylik. Urushni qo'zg'ashning sababi Bani Mustallaq qabilasining boshlig'i Haris ibn Zirar butun qabiladagilarni, shuningdek boshqa qarindosh qabilalardan uni qo'llaydiganlarni birlashtirib Madinaga hujum qilmoqchi bo'lib etibdi degan xabar payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga anglandi. Shunga payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu xabarni aniqlash uchun Burayda ibn Hasib Aslami radhiyallohu anhu ni avatdi. Burayda radhiyallohu anhu u yerga berib Haris ibn Zirar bilan ko'rishdi va ahvolni uqqandan keyin qaytib kelib payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga ma'lum qildi. Buning bilan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Bani Mustallaq xalqi haqidagi xabarning haqiqatan rost ekanligiga jazm qilgandan keyin sahobalarga jiddiy urush chaqirig'i chiqarib, mushu ay Shaybonning 2-chi kuni Madinadan yo'lga chiqdi. Bu qitim burunqi urushlarga qatnashmagan bir bo'lik munofiqlarmi chiqqan edi. Madinada o'z o'rinda Zayd ibn Haris radhiyallohu anhu ni qoldirdi. Bir aytilishda Abu Zar radhiyallohu anhu ni, yana bir aytilishda Sumayya ibn Abdullah radhiyallohu anhu ni qoldirgan deyilgan. Mushu asnoda Haris ibn Zirar musulmonlar qo'shinining ahvolini egillash uchun bir payloqchini avatgan ekan. Musulmonlar uni tutib olib o'limga mahkum qildi. Haris ibn Zirar va uning odamlari payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning qo'shin tortib kelganligini va payloqchilikqa avatilgan odamining o'ldirilganligini anglab qattiq murosamaga tushdi. Atrofdagi qabilalardan to'plangan yollanma qo'shin bir-birlab tarab ketishdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Murayis degan joyga yetib berib edi, dushman jangovar holatga o'tib urushga tayyorlandi. Shunga payg'ambar sallallohu alayhi vasallam musulmonlarning saflarini tuzib urushga tayyorlandi. Muhojir musulmonlarning alimi Abu Bakr radhiyallohu anhu ga, ansarlarning alimi Said ibn Ubada radhiyallohu anhu ga tutqizildi. İki taraf birdam o'q etishib, bir-biriga hayba ko'rsatishdi. Orqada musulmonlar payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning buyrug'i bilan tangla hujum qilib ustunlikni egalladi. Müşriklar mag'lub bo'lib, nurg'un odamdan ayrildi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam nurg'un ayollar, bolalar, to'yga va qo'ylarni g'animat oldi. Bu urushda musulmonlar tarafdan faqat bir kishi qazo qildi. Uni ansarlardan biri dushmanning odami deb o'ylab o'ldirib qo'ygan edi. Yuqorqilar tarixshunoslarning aytganlaridir. Ammo Ibn Qayyum rahimahullohning aytishicha, yuqorqi bayonda xatolik bor ekan. Chunki bu urushda o'lish, o'ldirilish bo'lmagan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ularga bir suv bo'yida ushtumtut hujum qo'zg'abla xotin bola-chaqalarini va mol-mulk, qo'y-qollarni g'animat olgan. Sahih hadisidami payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Bani Mustallaq xalqiga to'ydirmayla hujum qo'zg'adi deyilgan. Asrlar ichida Bani Mustallaq qabilasining boshlig'i Haris ibn Zirarning qizi Juvayrimu bor bo'lib, u Sabit ibn Qays radhiyallohu anhu ga taqsim bo'lgan edi. Sabit radhiyallohu anhu uning bilan to'lab qutulishga xat chek tutishdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam buni o'qib, uning zimmasidagi to'lamni ado qilib, uni amriga oldi. Bu nikohdan keyin musulmonlar Bani Mustallaq xalqini payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning qiynata quda bojlari deyishib musulmon bo'lgan 100 oilik kishini ozod qildi. Bunun bilan Juvayriya radhiyallohu anha o'z xalqiga nisbatan eng barakatli ayol bo'lib qoldi. Xo'sh, endi biz bu urushda yuz bergan voqealiklarga keladigan bo'lsak, bu voqealarning bosh qo'zg'uvchisi yana nifaqning ximir turchi va munofiqlarning katibishi Abdullah ibn Ubay ibn Salul va uning qo'lchimoqlari, shaykilari bo'lg'ashqa ularning musulmonlar jamiyatida paydo qilgan qudratqulluq va ig'vogarchilik jinoiy harakatlarini qisqacha tunishtirib o'tgandan keyin mushu vaqatdagi tafsilotga o'tamiz. Munofiqlarning Bani Mustallaq jangidagi ilgari maydonlarda o'ynagan roli.
Алдыңғы бапларда мұнафықларның кадыбеші Абдулла ибни Убайның ислам дiniga va musulmonlarga qarata qattiq o'chmanlik saqlab kelib atqanligini, bo'libmi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga qarata baq qattiq o'chmanlik qilganligini. Chunki Madina tavasidagi Aviz va Xazraj arablari Abdullah ibni Ubayni o'zlariga oliy huquqliq shahni shah qilmoqchi bo'lgan bo'lib, uningga podshohlik toj kiygizish uchun uncha marvoyi to'playotgan bir paytda Madinaga islom dini kirib, xalqning ko'zini ochgan. Ularni islom bayrog'i ostiga birlashtirib, Abdullah ibn Ubayni bo'lg'usi shohlikdan mahrum qo'yganligini. Shunga u payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni mening bo'lg'usi shohlik huquqimni tortib oldi deb qarab, payg'ambarga yushurun o'chmanlik saqlab yurganligini bir qancha yerlarda tilga ilib o'tgan edik. Uning bu xil o'chmanlik suiqasdi va gina adovatlik zahar handaligi u yolg'onda musulmon bo'lganligini jakarlashning oldi keyinda xeyli ko'p yerda oshkor bo'lib qolgan edi. Bir qatim payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yavodoq eshakka minib Said ibn Ubada raziyallohu anhuning kesilini ko'rgili ketib etib, yo'l ustida bir so'rindan o'tdi. U so'rinda Abdullah ibn Ubay bor edi. U payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni ko'ribla chopinning peshi bilan ig'iz burnini etib, bizga ovoz bermanglar dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam to'xtab, majlis ahliga Qur'on tilovat qilib berib edi. U yana pichirlab, biljirlab, sen bizning so'rinlarimizga bundoq besib kelmay, uyingda o'ltirib, bu gapingni qishinga borganlarga aytib bergin dedi. Mana bu Abdullah ibn Ubay degan munofiqning yolg'ondan musulmon bo'lganligini izhor qilishning oldidagi qilmishi edi. Ammo u Badr urushidan keyin ko'rinishda musulmon bo'lganligini jakarlagan bo'lsa-mu, yanla Allohga, Allohning payg'ambariga va mo'min musulmonlarga dushmanlik qilishda qilchi bo'shashmadi. U davomli musulmonlar jamiyatini parchalash, islom kalimasini xunuklashtiriishni o'ylaydi. Islom dushmanlari bilan do'st tortishib, eg'iz burun yalishatdi. Ilgirki bablarda bayon qilganimizdek, u Bani Qaynuqqa Yahudilarni bartaraf qilish ishig'imi chat kerib oldi. Shunday yana Uhud urushida musulmonlar orasiga idibiy davolg'ush va tabriqchilik silib, ularning jangovarligini ojizlashtirib, lashkariy sepini parchalash uchun qilmagan askarliklari qolmadi. Bu munofiq qattiq hiylagar va aldamchi bo'lganlikdan u yolg'onda musulmon bo'lganning atisidan boshlabla Masjidin Nabavning mihroblarida o'ldirib oladi-da. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam har juma xutbaga chiqib, munbarda o'ltirsa, u munbarning yeniga berib, "Xaloyiq, mana bu payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ko'z oldimizda turibdi. Alloh sizlarni uning bilan hurmatladi va ulug'ladi. Shunga uni qo'llanglar. U hozir sizlarga vaz nasihat qilib berdi. Obdan anglab, itoat qilinglar" deb qo'yib, ondan o'ltiradi. Biror odamni kishilar orasida xijil bo'lmaslik payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning esli axloqi jumlasidan bo'lg'ashqa, Rasululloh u o'ltirgandan keyin ondan o'rnidan turib juma xutbasini o'qiydi. Bu munofiqning eng sharmanda yeri shuki, u Uhud urushidan keyin haftasidagi jumada izohatda oldingi haftasidagi musulmonlarga osiylik qilib, ig'ir jinoyat o'tkazgan turuqliq deb izohat beribdi. O'rnidan turib yana gelini qirib burunqi qiliplashgan so'zlarni demoqchi bo'lgan edi. Musulmonlar uning peshini tortib, "O'ltir, Xudoning dushmani. Sen bu yerda turib so'z qilishga loyiq emas. O'tgan hafta nimalarni qilmading?" dedi. Bu chaqda u o'rgunicha kishilarning gajgisini otlab chiqib ketib etib, "Azbiroy Xudo, go'yo men xato gap qilgandak, men tahi uning gapini qo'llab-vassam" deb ko'pchilikka ko'zlaridan zahar yog'dirib, safni orlab chiqib ketdi. Ansarlardan bir kishi uningga masjid darvozasi oldida uchrab, "Hay seni, bu nima qilganing? Keyningi yong'in. Rasululloh sana mag'firat tilasin" degan edi u. "Men uning mag'firat tilishining keragi yo'q" deb qo'yib, keyniga qaramay ketib qoldi. Uning yana Bani Nazir yahudilari bilan burundan tortib nihoyatda qo'yiq parti keltisi bor edi. Ularni musulmonlar muhosiraga olgan kuni u musulmonlarga qarshi ular bilan til biriktirib, "Agar yurtinglardan chiqarilsanglar, biz cho'qim sizlar bilan birga chiqib ketamiz. Sizlarga urush ichilsa, cho'qim sizlarga yordam qilamiz" dedi.
Shuningdek, yana Ahzab urushi mezgilida Abdullah ibn Ubay va uning shoykalari mo'minlar orasiga ziddiyat va fitna fasod uruqini chechish va ularning dillariga qo'rqinish va vahima silishdek ig'vogarchilik qilmishlari bilan shug'ullandi. Sura Ahzabdagi ayni vaqtda munofiqlar va dillarida munofiqlik kesili borlar Allah va uning payg'ambari bizga quruq va'dalarni qilib ekan deyishatdi. Ayni vaqtda ulardan bir guruh odam Yasribliklar bu yerda turmay qaytinglar deyishatdi. Ulardan yana bir guruh odam bizning uylarimiz haqiqatan ochiqchilikda deyishib payg'ambardan ruxsat so'rashatdi. Ularning uylari ochiqchilikda emas. Ular faqat qechishni o'ylaydi. Qur'oni Karim sura Ahzab 33-sura 12-13 oyat degan oyatdan toki agar ittifoqdosh qo'shin qaytib kelsa, ular qirda ayrabinglarning qayta o'qaychi. Agar ittifoqdosh qo'shin qaytib kelsa, ular izohatda qirda ayrabilarning, ya'ni qir arablarining yanida turib, sizlarning xabarlaringlarni uqqash, tinish yetishni arzu qiladi. Ular urush vaqtida aranglarda bo'lgan taqdirdimi qo'rqqanlikdan jangga riyo qilib onda sonda qatnashgan bo'ladi. Qur'oni Karim sura Ahzab 33-sura 20-oyatning bir qismi deb izoh berilibdi. Degan oyatlargacha bayon qilingan ahvollar uning amaliyatlari edi. Lekin yahudlar, munofiqlar, mushriklar islom dinining bu tavallikda shuncha tez g'olib o'ringa chiqib qilishi hargiz uning moddiy jihatdagi ustunligi, qurol yaroqlarining sarxilligi va qo'shinning sonining ko'p, suftining yuqoriligidan bo'lmasdan, balki uningdagi birdan-bir sabab islomiy jamiyat va uning har bir a'zosi o'zlashtirgan ham bahramon bo'layotgan iymon, e'tiqod va ma'naviy qimmat qarshi, axloq qarshi va oliy uligi tiklash qarshi bilan zich munosabat ekanligini obdan biladi. Ular yana islom dinining bu ortiqchiliklarning bosh manbasi, shu go'zal axloq fazilatlarining amaliyotdagi eng oliy ulgisi Muhammad sallallohu alayhi va sallam ekanligini obdan biladi. Bo'libmi ular o'tgan 5 yil mobaynida jang maydonlarini aslagandan keyin bu dinni va uning e'tiqodchilarini qurol kuchi bilan yo'qotqili bo'lmaydiganligini to'nib yetdi. Shunga ular shu maqsadi uchun ijtimoiy axloq va urf-odat an'analarni dastak qilib turdi. Bu dinga qarshi keng ko'lamli tashviqot, ideologiya urushi qo'zg'ashni va bu urushning asosli obyektini yanla payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning shaxsiyati qilishni qaror qilishdi. Ular bo'libmi madinaga yerlik bo'lganlik uchun musulmonlar bilan bemalol aralasha oladi va ularning hissiyatini qo'zg'ab ig'vo tarqita oladi. Shundoq bo'lg'achqa mazkur ta'tir tashviqot urushi vazifasini mushu munofiqlar ustiga oldi va ularning bosh mas'uli yanala Abdullah ibn Ubay ibn Salul bo'ldi. Shundoq din dushmanlarining bir plani Ahzab urushidan keyin mo'minlarning onasi Zaynab binti Jahshi radhiyallohu anha burunqi eri Zayd ibn Haris radhiyallohu anhu din ajrashib ketgandan keyin payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uni nikohga olganda texim ro'shan va gavdlik ifodelandi. Arablar an'anaviy urf-odati bo'yicha beqib olgan o'g'ilni nasldan bo'lgan o'g'il bilan o'xshash ko'radi. Shunga beqib olgan o'g'ilning nikohiga elib qo'yib xotinimi beqib olg'uvchi kishi uchun shaksiz harom deb qaraladi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Zaynab binti Jahshi radhiyallohu anhani Alloh taolaning farmoni bilan nikohga elib edi. Munofiqlar payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ustidan fitna ig'vo tarqitib, uning xalq olam oldidagi yuzini tushirmoqchi bo'ldi va uning uchun mundaq ikki ishni dastak qilib ko'tirib chiqdi. Birinchi, Rasulullohning bu ayoli uning 5-xotini bo'lib qoldi. Vaholanki Qur'oni Karimda bir erning 4dan ziyoda xotinlik bo'lishiga ruxsat qilinmagan tursa, uningga qandaqsiga 5 xotinlik bo'lishga yo'l chiqib qolibdi. Ikkinchi, Zaynab binti Jahshi radhiyallohu anhaning
beqib olgan o'g'li nikohiga elib qo'yib etgan xotin tursa, biz arablarning an'anaviy o'rib odati bo'yicha uning bilan nikohlanish eng qabih gunoh, gunohi kabir emasmi? Ular bu haqda nurg'un ta'tir tashviqotlarni, so'z cho'chaklarni to'qib, Muhammad Zaynabni va u diqqatsiz turgan holatida ko'rib qilib, uning nazokatlik, go'zal qomati va husn jamolidan xudini yo'qitib, uningga oshiq beqaror bo'lib qopdi. Uning beqib olgan o'g'li Zayd ibn Haris bu ahvolni o'qib, otasi uchun ayolni qo'yib beribdi degandek razil afsonani o'ydirib tarqatdi. Ular bu o'ydirma ig'voni shunda qattiq kuchab tarqatdiki, uning qisman yomon ta'siri ba'zi imoniy ojiz kishilarning eng'iga nihoyat cho'nqur singib ketdi. Hatto ba'zi tafsir va hadis kitoblarimi davrimizga qadar shu yomon niyat bilan to'qib chiqarilgan o'ydirmadan xoli bo'lolmadi. Axir Alloh taolo Qur'oni Karimda ro'shan oyatlarni hosil qilib, kishilarning dillaridagi shak, shubha kasallarini davolaydigan shifoliq retseptlarni bayon qildi. Alloh taolo bu xil fitna ig'vo va so'z cho'chaklarning nihoyat keng doirada tarqalganligini bayon qilib, sura Ahzobni tuvandagi oyat bilan boshladi. Ey payg'ambar, Allohga taqvodorlik qilishni davomlashtirgin. Kuffarlarga, munofiqlarga itoat qilmagin. Allah haqiqatan bandalarning amallarini bilib turguchidir. Ularning ishlarini hikmat bilan boshqarguchidir. Qur'oni Karim sura Ahzob 33-sura 1-oyat. Xo'sh, yuqorqilar musulmonlar orasidagi ikki yuzlamachi xoin munofiqlarning Bani Mustallaq urushida ilgariki buzg'unchilik qilmishlarining belgilaridir. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bu yo'lsizliklarning hammasiga sabr va keng qo'rsoqlik bilan muomala qilib o'tkazib o'tib kelgan edi. Keng musulmonlar jamoasimi ularning sharridan hamon pahas bo'lib turadi yoki tishni tishlab o'zini besib oladi. Chunki bu munofiqlar Alloh taoloning tuvandagi kalomining mazmuni bo'yicha hammaga ma'lumlik munofiqlardan bo'lib ketgan edi. Ular o'zlarining har yili bir qitim yoki ikki qitim sinildiganligini, ya'ni ular to'g'risida vahiy nozil bo'lib, sirlarning fosh qilinganligini bilmamdi. Ondan ular tavba qilmaydi. Ya'ni nifoqdan qaytmaydi. Ibratmi olmaydi. Qur'oni Karim sura Tavba 9-sura 126-oyat. Munofiqlarning Bani Mustallaq jangida o'ynagan roli. Bani Mustallaq urushi yurishiga munofiqlar Alloh taolo aytgandek: agar ular sizlar bilan birlikda chiqqan bo'lsa, oranglarda faqat fitna fasodni ko'paytadi. Oranglarda bo'lgunchilik silish uchun cho'qim suxanchilik bilan shug'ullanadi. Qur'oni Karim sura Tavba 9-sura 47-oyatning bir qismi. Ular shu maqsadga musulmonlar sepiga qo'shilib birga chiqqan edi. Ular bu urush jarayonida o'zlarining zaharlik, sisiq nafaslarini chechishga mundaq ikki yo'l chiqdi. Natijada ular musulmonlarning ichki qismida eg'ir davolg'ish paydo qildi va payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning obraziga eg'irchilik elib keldi. Tuvandagi qurlar ularning bu qilmishlarining tafsilotidir. Xo'sh, kitob o'qish munbiridagi barliq anglarman do'stlarim, bugungi sirani bevosita o'qib tarqitish mushada to'xtasin. Ati Allah buyursa, munofiqlarning Madinaga qaytsak, eng aziz odam Abdullah ibn Ubay va munofiqlar o'zlarini demakchi deb izohat berilganka, eng xor odamni, ya'ni payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni va mo'minlarni Madinadan chiqarib etadi deganligi deb bir tema bilan boshlaymiz. Allah buyursa. Hammanglarning diqqat berganiga rahmat. Allohga omonat.